Ekranlıqı qadrli görürmənlər, yaxşımısızlar, biz yana yüz görüşdük. Ko'rayotganlar Şinjan Sabah Madaniyat Taqdi Chekli şirkati yangidan yo'l qo'ygan Sabah kuyi programmasi. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Her bir sanımızda biz yeni mehman, yeni kuylar bilan sizlar bilan didorlashib kelyapmiz. Albatta do'stlarimizga eslatadiganimiz her bir sondagi programmamizdagi ana shu anlatilgan naqshlar shu kunning o'zidagi aziz mehmonning Vangi musiqa qutisi orqali diqqatingizga bir vaqtda sunildi. Shun qadrli do'stlarimizning programmamizni ko'rishni unutib qolgan yoki ko'ramay qolgan bo'lsa, shu vaqtning o'zida yana Vangi musiqa qutisi orqali anglab olishni tavsiya qilamiz. Undaqda bugungi aziz mehmon ko'pchilikka tanish bo'lgan, yana o'zining ko'nglim, dil aramim, eng muhimi oltinim sen degan naqsi orqali nurg'unlagan do'stlarimizning yürek tarini çekken ulağa yaqqan naqshlar orqali hozir qadar tirishib kelayotgan Shirali G'ani bo'ladi. Qarshi olamiz. Rahmat. Salom do'stlar, hammanglarga Kamil Shirali G'anidan o'tiq salomlar bo'lsin. Ekran orqali yana bir qitim sizlar bilan yuz ko'rishganimdan intan xursandman. Rahmat Shirali. Bilishimcha hamda shu naqshini yaxshi ko'rgan odam bakchiq. Shaxsan men bu naqshga chiqib bak amroq, havaskorlar bakchiq. Lekin hamda mushlarning ichida ijodiyat bilan shug'ullanganlari ancha ko'p emas deb o'ylayman. Bilishimcha shu dil aramim, ko'nglim, oltinim mush naqshlarning hammasining ijodiyati o'zingiz qo'ymayman. To'g'ri, dil aramim, oltinim bular shu o'zimning shu vaqtdagi hissiyotimga to'g'ri kelgan vaqti chiqqan ijodiy kuylar. Shu vaqtda degan qaraganda shu chog'dagi qizlarning ismi deb tushunsak bo'ladi. Yo'q, bunda emas. Masalan, dil aramim shu vaqtda mening damal kallamga kelgani kunlarning bir kunda men to'y qilib qolsam, shu qizg'an naq maydonda yangi bir naqshidan birisi bo'lsin, ko'na naqshlarni yoki boshqalarning naqshini aytganda, shu qizga men birini yezib boqay degan ideya bilan yezilgan naqshi. Unda ko'nglimchi. Ko'nglim bu boshqa bir do'stimizningki ijodiyati. Uni siz o'rlagan. Uni men o'rlagan. Anankidan oltinim hamda bu ideya qanday kelgan desa, bir telefon orqali kelgan. Do'stlarimning telefonini qarasam, tangdan dollari ayolning ismini ya Warling deb kirgizib oldi ekan yoki jinim deb kirgizib oldi ekan. Shu ashidiya kelib, men bu telefoniga hujum qilaychi. Hammasning telefonidagi ismini oltinim deb o'zgartirishga bir imkon qilib qo'yay degan ideya bilan shu oltinim deb tatliq bir ideya paydo bo'lsin deb shu oltinim sen degan naqshini qilgan. Demak, muhabbatini yoki ayolni eng chiroyli bir kichik aklatma ismlar bilan ataydi. Shuning hamda oltinim deb atsin deb o'ylabsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Demisam hamda mush maqsadingiz yetdingiz mumkin deyman. Bu oltinim degan naqsha ishlar to'y to'kinlarda, ya'ni muhabbatli yoshlarning xilma-xil yig'ilishlarda bek ko'p aytildi. Undaq bo'lsa, bugungi yangi kuychi eng oxirgisi degan naqsha. Mening bir yaqin do'stimninki, asla beshida o'tgan hikoyalarini so'zlab bergandan keyin shuningda his qilganlarimni shu eng oxirgisi deb yozdim. Chunki turmushimizda muhabbatda mayli qiz ola bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, to'liq yog'an ish qilib qo'yamiz yoki yog'an gap qilib qo'yib, jinim xapunman shu eng oxirgi qitimda ekanmiz-ku. Yog'an va'da-da bu. Tangdan to'la shu ishni askarlikni qilganini qilib xapunma jinim. Shu eng oxirgi qitim deyilganmiz. Shuningga shu 3-chi shaxs ideyasi turib, buning bergan va'dalari bu eng oxirgisi degan ideyada yozilgan naqsha. Unda bir sal ko'ngli bir xapaganlik baki, azroq bir og'rinish baki. Xapalash bor. Bo'ldi undaqda eng oxirgisi dedi, ishilman bu naqshlarning eng oxirgisi emas, ham ijodiyatning eng oxirgisi emas. Bumi ijodiyatingizmi yoki to'g'ri ijodiyat. O'zingizning ijodiyatda. Unda bo'lsa, ijodiyatingizning eng oxirgisi bo'lmasin, lekin mushu naqshidagi eng oxirgisi zodi qandaq birlikda anglab boqaylik qani. Sana muhabbetin söz açma, özünü özün aldıma. Yalga vədiler yine davamlaşmakta, o erzimez senin göz yaşlarınga. Bu derdini hiç kimge etme.
suymaydi hiç seni. Tushunmas qalbingni, bergan va'dalari, kechirginsan meni. Suymaydi hiç seni, tushunmas qalbingni, bergan va'dalari, kechirginsan meni. Bu eng oxirgisi. Yürügün yığlaydı, yığlap tınıklar to'xtaydi. U bergan va'daning biri, bu eng oxirgisi. Yürügün yığlaydı, yığlap tınıklar to'xtaydi. U bergan va'daning biri, kechirginsan meni. Suymaydi hiç seni, tushunmas dardingni, bergan va'dalari, kechirginsan meni. Suymaydi hiç seni, tushunmas dardingni, bergan va'dalari, bu eng oxirgisi. Uni yolg'on so'zi yüreklerini azdı. Belki memde yeterlik buldu. Onu yalgan sözü yüreklerini azdı. Belki memde yeterlik buldu. Suymaydi hiç seni, tushunmas qalbingni, bergan va'dalari, kechirginsan meni. Suymaydi hiç seni, tushunmas qalbingni, bergan va'dalari, kechirginsan meni. Bu eng oxirgisi. Qadrli do'stlar, balkim sizlarmi mana shundoq yaxshi ko'radigan әмірейіңлаға, яки аялыңлаға, яки yo'ldishinglarga eng orqasi deb shu va'dalarni bergan bo'lishinglar mumkin. Lekin ishonman, ko'nglimizga shu muhabbatlar bo'ladi ekan, og'zimizga so'z emas, ish harakatimiz orqali yanada qarshi tarafni qoyil qilishimiz kerak ham qila olamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Undaqda mushablik programmamizni alayda qo'llagan, yana hammalar ko'rib turayotgan e'lonlarni chaplab qo'ydik. Yana oldimizga tizib qo'ydik. Ya'ni Xinjiang Gilana Biopan Texnika cheklanish shirkatininki xilma-xil ishlab chiqqan mahsulotlari ichidan bugun ko'pchilikka mana shu Gilana ter asrash 100 malhamini ko'pchilikka tunishtirmoqchiman. Endi bu malhamning asosiy roli terning immun kuchini yuqori ko'tardi. Undan boshqa yana suv va kerakli bo'lgan oziqlik moddalarni to'liqlaydi. Balkim Shirali sizmi shu ter asrash mahsulotlarini ishlatasiz deyman, ha? Men titiyman ishlatib. Ashundami? Undan esa demak hamda burunqilik ko'z qarashlar asosida yo'q bo'ldi-da, qizlar ishlatdi degan. Yo'q, menimcha bizmi hammamizmi shu menimcha terimizga diqqat qilishimiz kerak. Chunki aslida ham Xinjiangninki havarayib mush narsalarga bizni majburlaydi. Shunga texnik yaxshi qurg'oq bo'lganligini ishonchliroqni ilib ishlatishimiz kerak. Dal mushunga o'xshash. Ha, rahmat. Shunga mushundaq terisiniki immun iqtidorni yuqori ko'tarishni o'ylayotgan ham hozirgidek mushundaq qurg'oq vaqtda bo'lib qishda terimiz va qurg'oq o'tadi. Mushundaq do'stlarimiz ham teri asrash mahsulotlariga muhtoj bo'layotgan bo'lsanglar, bugun biz sizlarga programmamiz orqali mana shu Gilana mahsulotlarini tavsiya qilamiz. Qadrli do'stlar, har bir kunda bir yangi kuy, bir yangi mehmon dehqonlarda bo'layotdi, yangi hikoyalar bo'layotdi. Undaqda Shirali mushu programmamizning oxirida ko'pchilik deydigan yana qanday so'zlaringiz bor ekan? Albatta, qiymayman, vaqt pek tez o'tadi. Undan sirt mening rahmat aytadigan bir kishilarim bor. Chunki dal mushu ustozlarimiz
usta san'atkorlarimiz dal bizni bugungi kunga ulaştırıp har bir yerda bizga ulgu bo'lib undash bo'lib biz menga oldinga mani qil deb bizga baribir ham mush kunga keldi. Shunga avval ustozlarimga rahmat aytaman, ham salomatlik tilayman. Uningdan sirt ekran oldidagi izchil untinsiz qo'llab kelayotgan barcha do'stlarga yana bir qitim chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Rahmat. Sizning yana davomli yangi ijodiyatlaringiz orqali Sabo kuylarimizni betib turishingizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat sizga. Söymaydu içsini, düşünmez kalbini, bergen vadaları geçirgin sen beni. Söymaydu içsini, düşünmez kalbini, bergen vadaları geçirgin sen beni. Bu en ahırkısı